ideal domimizdan juda ham chiroyli bo'lgan kvartirachani obzorga kelganmiz. 95 kvadrat manzilni aytaman. Rudaki ko'chasi Brilliant City'ning to'g'risida juda ham chiroyli elitni domchamiz bo'lyapti. Parkovkalari shlagbaum bilan kiriladi. Detskiy plashatkalari ham mavjud. Obzorni boshladik. Zalimizga bitta e'tibor bering, juda ham katta. Devorlar attachment qilingan, mehki mebellar qo'yilgan. Bu tarafda esa televizor qo'yib ketilgan, parda gilamlar, barcha sharoitlar qilib ketilgan uyimizda. Ana endi obzorni qolgan uylarda boshladik. Marhamat. Mana bu taraf asosiy eshikdan kirib kelish qismi bo'lyapti. Umumiy dverlar qo'yilgan, juda ham chiroyli va keng prixoshkaga ega bo'lyapti. Eshikdan kirganda svetlar yevro montaj qilingan, mebellar qo'yilgan, bu tarafda oyna, suvenirlar qilingan. Mana shunaqa chiroyli o'tiradigan zona qilingan. Pollarimiz to'pli pol bo'lyapti. Marhamat. Ko'rishingiz mumkin, bolalar uchun yotoqxona ikkita bolalarga mo'ljallab ketilgan, juda ham chiroyli planirovkada, juda ham chiroyli mebellar, tanlab dizaynlar qilingan. Bitta mana bunga e'tibor bering. Dollarchalar terib qo'yilgan azizlar. Общий sanuzel juda ham chiroyli bo'lgan sanuzelga e'tibor bering. Ko'prik pollar qilingan, hamma sharoit bor. Ariston uchun joylar ham qilib ketilgan. Oshxona qismimiz juda ham keng bo'lyapti. Полностью mebel, texnika, duxovka, двухконтурный котел, холодильникlar va to'rttalik stol. Hamma sharoit mavjud uyimizda, juda ham chiroyli, qimmat mebellardan ishlatilgan azizlar. Bunaqa zeleniy zonalar qilingan. Ana endi kattalar yotoqxonasi, ko'rishingiz mumkin. Kattalar yotoqxonasi ham juda ham chiroyli qilib dizaynlar ishlov berilgan. Mebellarga bitta e'tibor bering. Noodatiy uslubda mebelchalar tanlangan azizlar. Eslatib o'taman, Rudaki ko'chasidan juda ham chiroyli elitni domimiz, uyimiz ham juda ham chiroyli ta'mirlangan. 5-qavatda 95 kvadrat metr bo'lyapti. Narxiga keladigan bo'lsak 110 ming deyaptilar, ya'ni kelishadigan joyi bor. Kimga qiziq bo'lsa agar aloqaga chiqinglar, naqd pul bilan chiroyli qilib olib beramiz.